baraka topkurlar, tepada turganlar, sizlardan iltimos, Jizzax viloyati, Paxtakor tumani, Bog'ishamol bilan birlikda bog'lab turadigan yo'l. Bu xalqqa bo'lgan hurmatsizlikmi, nima bu ahvol? Biz qaysi zamonda yashayapmizki, xohlasang yur, xohlamasang yurma bu yo'ldan degan maqolga amal qilsak. Bu xalqqa, fuqarolarga bo'lgan hurmatsizlik deb bilaman men. Tepada turganlar, sizlardan iltimos, mana bu kelganda ko'rsatgan yo'l bilan ketmasdan mana bu yo'l bilan ham bir yuringlar. Bu nima ahvol bu? Bu xalqni nagl ezish, qiynash bo'lyapti-da. Bunaqa qiling-da, iltimos sizlardan. Muhtaram prezident, sizga kattakon rahmat. 2 marta keldingiz mana shu yerga. 2 marta kelganingizda Jizzax viloyat hokimini almashtirib ketdingiz. Lekin bu ko'chani ahvoli achinarli ahvolda. Sizni fuqarolaringiz mana shunaqa ahvolda yashayapti. Paxtakor tuman avtoyo'liga iltimos qildik. Odamgarchilik sifatida video chiqarmasdan oldin iltimos qildik. Qilib beringlar shu yo'lni desa, yarmigacha chaqalda ketdi. Mana ahvol mana. Birinchi yo'l, ikkinchi yo'l. Kapotlarim ochilib ketgan mashinaning kapotlari. Iltimos, Jizzax viloyat hokimi, tepada turganlar, ishlamaganini yo'qoting Paxtakordan. Ishlaydigan, jonkuyar bir xalqini o'ylaydigan insonlar kerak bizlarga. Bu yangi O'zbekistondagi eski ko'chami bu? Nima bu? To'g'risida endi odamgarchilik sifatida Jizzax viloyati Paxtakor tumanining avtoyo'liga aytdik. Aka iltimos, yangi yil arafasi negativ video chiqarmaylik. Bajarishmadi. Qachon biz video chiqaramiz, muhtaram prezidentimizga yetib boradi. Ana shundagina qo'rqadi. Agar prezident yoki biron bir vazir keladigan bo'lsa, bu ko'chalardan yurmaydi-da, ularni aylantirib olib ketadi. Ko'rsatsin mana ahvol, haqiqatni ko'rsatsin. Prezident nima deyapti? Tanqid qilinglar, to'g'ri tanqid qilinglar deyapti. Men fuqaro sifatida, fuqarolar nomidan talab qilaman. Vazirlikda turganlarga yetib borsin mana shu videomiz. Mana shu ko'chalardan o'zlari kelib bir yurib ko'rsin. Xalqni mana shunchalik bir nima deydi, oyoq osti chiqib tashlayapti-da bitib. Xohlasang yasha, xohlamasang yo'q degan. Bog'ishamol 28-sovxozdan 29 ga kirib keladi. Zafarobod rayoni polni Do'stlik tumaniga qatnaydi. Nima bu ahvol? Majburmiz shu videoni chiqarishga. Vazirlikda turganlar iltimos olib tashanglar ishdan. Kerak emas bizga bunaqa xodimlar. Paxtakorda kerakli tashkilotlar nega video chiqarding deb chaqirib o'tirmanglar, bormayman baribir. Sog' bo'linglar. Bo'ldi,